Narxini buni aka 18,5 million kami bor. 18 million beradi. 18 million beradi. Keling, o'zi qisirini ham. Kamini ham beraman, telefon qilsa hozir. Bu ana kamil. O'zimiz ham o'tgan videolarimizda 17 milliondan 16 milliondan qisir savdolarni berdik. Mana o'zi eski obunachilar ham yaxshi biladi. Soli bolasi bor ekan. Joni sog' bo'lsin. Mana haqiqatdan arzon bo'lyapti-da. 18 million so'mga aka xayriga o'tib beraman, dastavka qilib oldim. Kecha Shahrixonda 24 millionga bir haftalik bo'zak sotildi, novoz. Shu yer. Shu yer. Bu qarang. Mana nima qilasiz olib? Mana olib Shvedga qo'yilgandir. Xudo berib Shved o'tgan sotganman aka. 16 millionga yana bola mol sotganman-da. 16 millionga sotgan molim. Bugun sotdim, ertasi kuni uyga borib aka sement olibman. Bolani o'zi $1000 berganman. Onalar qimmat. Aslida yana birov bilib bo'lmaydi. Buni Elyor aka marhamatlilar mard bo'ladi. Hammadan arzon sotadi deganlar uchun arzonchi uka shu bo'ladi. Bitta qarab turib, mashalloh deydiganlardan narxlarini eshitib, otingga, onangga rahmat deydiganlarda. Sizlar hali ham turibsizlarmi? Hojati, hojinam uchun bitta bosib beradigan joy. Lakni gumbillatinglar, lak bosganlarning uyida to'lib toshib ketsa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganda g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijonda marhamatini chapaypidan bo'ladi. Xalqimizga kunora yaxshi mollarda, ishonarli mollarda bo'g'oz desiz bo'g'oz, sigir desiz sigir, qisir sog'di desiz qisir sog'dilarni yetkazib berayotgan Ahmadjonlarning xonadoniga yetib keldik va bu safar yangiliklarni juda ham zo'rlarni qilgan. Sababi 2-3 ta qo'yasidik, oshib ketsa 4 ta qo'yasidik, chunki yetmayotgan ekan. Bugun Elyor aka dedik, yetmayotgan obunachilarga ham yetkazamiz xudo xolasa. Agar mabodo yetmay qolsa ham keyingi videolarimizga yana ko'paytiramiz deb. Sizlar podдержка qilib bittadan like'ni bosib turinglar. Bugun 6 bosh qo'yamiz. 6 bosh qo'yadi, 2 ta igna bola, 4 ta bo'g'oz. Ashiga mashinadan tushirmaysiz, doktoringizni chaqirasiz, pirchakkasi bilan kutib turadi. Shopir aka boradi, doktor aka shunday mashina tepasiga chiqib, oyiga to'g'ri kelaveradi. Masalan, mashina oldi 5 oy desa, 4,5 oyga beryapti sizlarga. 4,5 oyga olaveringlar, ertaroq tutsa, duo qilib qo'yasizlar. Sizlar kutgan video mashq bo'ladi. O'tkazib bermasdan like'ni bosinglar, maza qilinglar. Pulini eshitib, otingga rahmat deb ketasizlar. Qani ketdingizlar? Kuttirmaylikda. Kechki dasturlarimizga televizorni shunday qo'yib, oyoq qo'lni uzatib, ob-havo zo'r bo'lyapti bugun. Zo'r videolarni ko'ramiz deydiganlarga zo'r akalarning oldiga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Ahmadjon, ishlar bilan charchamayapsizmi? Xalq xizmatida o'zingizdan ishlar bilan charchamayapsizmi? Siz bilan o'zi ko'rishganmiz, obunachilar uchun ko'rishib qo'yamiz. Obunachilarga ham rahmat hammasiga. Like bosayotgan, qo'llab-quvvatlayotganlar hammasiga rahmat aka. Qo'ldan kelgancha narxlarni yengil qilib qo'yib beramiz. Ha. Qo'llab-quvvatlashib tursa bo'ldi aka. Xudo xolasa sotamiz. Sotamiz. 1 so'mga qaralmaydi. Zo'rlari kelgan. Ha, marhamatlilar mard bo'ladi deb bekorga aytmadim. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi, baraka topadi. Qaysi biridan? Mashinadan boshlaymi, eshitaydan. Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim. Birinchi molimiz, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. 4 ta bo'g'ozimiz bor. 2 ta ona bolamiz bor. Shuning uchun birinchi mol, ikkinchi bor deb murojaat qilaverasizlar ekrandagi nomerga. Biri 14 ekan. Biri 14 ga birinchi mol. Biri 10 pilisiga oladi. Ha. Biri 14, xudo xolasa bo'g'oz olgan odamlar yutaveradi. Qonida bola ham katta bo'laveradi, sut bersa, mana 8 yuragan, tishlari bosmagan, lab-atga xudo xolasa kim olsa ham baraka topadigan. Xudo xolasa olgan odam hech qachon hayvondan yutkizmaydi. Hammamizni bekorga aytmadim, chorvamizga Alloh barakani yog'dirib qo'ysin. Chiroyligini qarang mana. Xudo xolasa bizga o'xshagan yangi uchastkaga chiqqanlarga bemalol tushadi, bemalol qoplaydi. To'g'rimi Ahmadjon? Aka, xudo xolasa molda aybi yo'q. Ha. Aybi ozg'inligi aka. Ha, ozg'inligi bilan, ozg'in bo'lib, ozg'in emas, o'rta hol. Aybi o't yedigani. To'g'risi, lekin sut beradigan. Ahmadjon, suti bormi yo'qmi? Suti bor, ozroq aka, suti yo'q qolsin. Xo'p, mayli. Ochig'i. Suti bor edi, sog'mayapman. Moldinning ozg'inligiga. Ha, tezroq et olsin deydigan, to'g'ri gapirdi. Xudo xolasa suti bor edigan. Aynimagan, soqsa chiqadi. Ha, suti soqsa chiqaverar ekan, aynimagan ekan. Prosta qancha molda tez chiqarsangiz, shuncha bola ham katta bo'ladi, shunchacha et olishi tez bo'ladi. Ahmadjon necha oylik endi? Aka 5 oylikka olishaversin. Ha, 5 oylikka. Videolari bor, 5 oylikka. Ha, ana xohlovchilar bo'lsa 100 mingdan qizg'anmayman desa videolarni tashlab beradi. Bu bola unaqa bola emas. Kimga bo'lsa ham bir devor qo'shnimga ham tavsiya qilaveraman.
Ahmadjon 5 oyga rozisiz. Boshliklari bor, 5 oylikka olaveradi, videolari bor. Ha ha. Ularga doktorga tekshirtirsa olishaveradi. Tish bosmagan, tish yalamagan. Ayting narxini buni. Aka 18,5 million kami bor. 18 million beradi. 18 million beradi. Keling, o'zi qisirini ham. Kamini ham qilib beraman, telefon qilsa hozirroq. Bu ana. Kamini qilib beraman. Kamil. O'zimiz ham o'tgan videolarimizda 17 milliondan 16 milliondan qisir savdolarni berdik. Mana o'zi eski obunachilar ham yaxshi biladi. 5 oylik bolasi bor aka. Joni sog' bo'lsin, mana. Olgan odam mazza. Haqiqatdan arzon bo'lyapti-da. 18 million so'mga aka xayriga o'tib beraman, dastavkasi ichida bor deydi. Kecha Shahrixonda 24 millionga bir haftalik bo'zak sotildi, novvoz. Shved. Shunaqa, ha? Shved. Sizlar nima bo'ladi? Bu qarang. Mana nima qilasiz olib? Mana. Endi Oling. bizga qorong'u, balkim aka Shvedga qo'yilgandir. Xudo berib Shved o'tgan yil sotganman aka. 16 millionga yana bola mol sotganman-da. 16 millionga sotgan molim bugun sotdim, ertasi kuni uyga borib tug'di, aka semental tuqqanda. Bolani o'zi $1000 kam emas-da. Onadan qimmat o'tdi. Aslida singari birov bilib bo'lmaydi. Novvosga qo'yilgan. buni Xudo biladi, nima tug'ishini. Biz taxmin qilib ketamiz, novvoz, xunajin deb shuna qilib ikkinchi molimiz 120 ekan. 120. Bo'ldi gap yo'q. 120 ga olasizlar. Ikkinchi molimiz, soni ikkinchisi. Bismillahirrohmanirrohim. Buni kuragi nechta ekan? Tuqqan ekan. Yo'q, 8 ta ekan. 8 ta ekan. Hali bitta tuqqanga o'xshab turibdi-da, amajon. Yosh ko'rinadi, men ham yoshdim. Sizga ham qaramadim gapni. Ha, mana jonli ko'rishib turibdi. Ko'rib turibsizlar. Ko'rgan odamlar bittada bilib oladi. Men ham o'zi bitta tuqqan ikkinchisiga bo'lsa kerak desam, uchinchisiga olaveringlar. Xudo xolasa uchinchisiga olsanglar, mana bo'yni ingichka, mol qari-pari, tish bosgan, tish yalaganman. O, orqalari ham chiroyli ekan, uni hamma yo'g'i kelishgan ekanda. Hamma yo'q zo'r ekan. Xudo xolasa kim olsa ham baraka topadigan ekanda. Olsin, maza qilsin, duo qilsin Xudo xolasa. Odam maza qiladigan mollar kelgan aka bugun. Bugun narxlari ham arzon bo'lyapti-da Ahmadjon, shuning uchun kim olsa ham maza qilsin, duo qilsin. Yaxshi kunlarida sog'ib ichib, Xudo xolasa pullarida mashinalarni olsin, bolalarini sotib, hojilariga borsin deyman, erta tuqsa. Ahmadjon necha oy? Aka 6,5 oyga uzisi bor. Ha, necha oy? 6,5 oyga. 6 oyga bering. 6 oyga olamiz. Ana. 5 oy hisoblasa ham mayli, lekin 6,5 oyga aka uzisi bor lekin. Lekin puliga ham shunaqaki talashmaydigan bola. Bo'ldi gap yo'q. 6,5 oylik 6 oyga olsin. 6 oyga olaveradi. Ha ha. Uchinchi qoringa. 3-qoringa. O'zi asli ikkinchi qoringa o'xshab turibdi ko'rgan odam. Endi nazarimda 7 oydan ham balandmikin deyman, lekin 6 oyga Ha, olasan. mayli. Yilim qo'zib qo'yganda qanday? Ertaroq tutsa, duo qilib qo'yishadi, qo'ni-qo'shniga tavsiya qiladi. Buni ham talashmaymiz Ahmadjon. Aka bunisini Endi oy baland ekan deb men undan qimmat aytmayman. Ashuncha. Holatiga qarab aka. Xo'p. 23 million 800 ming so'm berasiz. Yo'q, Ahmadjon, siz ko'tarib ketyapsiz. Sizni maqtab tursan. Ahmadjon, boshqa gapiring-ku. Yo'q, aka etini ochishni ham ko'ryapsiz-ku. Yo'q, to'g'ri, endi eti ham zo'r. 23 million necha qimmatda. 2,5 oy sabr qilsa, xudo xolasa yoniga borasiz tutun. Sifatam aka hamma yo'q. Yo'q, haqiqatan sifati chiroyli. Gap yo'q, tanam olish mard ishida. Odamlar aka xani-xuni molga qaramayapti, gapni ochadi. To'g'ri. Sifatiga qarab, qimmat bo'lsa ham sifatligini olyapti. Bo'ldi. Unaqasi 23 million to'liq beradi. 23 millionga jashib ketib qoladi aka. He, olsin, mazza qilsin. 23,5 deng aka. Yo'q, 300 ming bo'ladi. 23,5 ga kamini qilib beray aka. Ha, yo'q, Ahmadjon, unaqa men 800 ming tashlab bering, bo'ldi, ularga yozgin o'tib berasiz, bo'ldi, barakalloh. Ha shunda 23 millionga aka dastavka qilib yetkazib beraman motor. o'zingiz irimiga o'tib berasiz, baribir. Irimiga o'tib beraman. Ha, ana, bu boshqa gap bo'ldi. Mana mashina olinglar, xudo xolasa. Maza qiladi aka. Sigir zo'r, hamma yo'g'i joyida. 28 millionga to'g'risini aytsam, men bozorga yopishsangiz ham yaqin qilib 28 Yaqin millionga. qilib olib chiqsa 28 dan kam emas aka. Shunaqa. O'zi men ham shunaqa ko'rdim. Endi molni narxi tushmaydi, ko'tariladi. Sababi salqin tushyapti-da, sekin-sekin. Mana bu iyul oyi ham tugadi, avgust oyi ham tugadi, shu bilan bo'ldi. Kuzga borib hamma mol olishga o'zini uradi. Qishda o'tgan hafta sotgan molni bu hafta olib bo'lmayapti. ha, ashib pulga-ding. Nabarot pul qo'shib olyapsiz. To'g'ri, mana ko'ryapsizlar-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi, buni ham 122, 120 ga olaversin. 20 ga olsin. Omalik qoyil. Mashmolda ham zo'r ekan. Yerga yaqin yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa. Baquvvat ekanda. Vahshiy kuchli ekanda. Tishlarni ko'rib qo'ylar. Lapatkisi bo'ldi, qorayib qolgan ekan, siliostikimi? Nimadir bo'lgan. Singanni aytgan emas, Tavsiya qilishdi. Xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. aka bunisi
8 oydan o'tibroq qolgan. Ha 8 oyga bering. Ha, 8 oyga beraman. Ha bo'ldi. 8 oydan o'tib qolgan 8 oyga olaverasizlar. Egasi ham mana shu aka 1 oyga borib bormay tug'adi. Ha. Ha bo'pti. 1 oyda tursa Ahmadjon, sizdan nima ketdi? 8 oy to'liq qolaversin. Ashida 8 oy to'liqqa olaverasizlar, xudo xolasa. Mayli, 1 oydan keyin bitta molinglar ikkita bo'ladi. Kim olsa ham maza qiladi. Men uchun olingan narsa har doim arzon. Siz uchun ham shu. Nimaga Bolistayda 10 million pul bo'lsa, olib yulib ketaveramiz-da, shu 10 millionni ko'rsatib tugatamiz. Ko'nglimiz o'rniga tushadi. Lekin ashinga mana bu molni baylab qo'yaylik. Zato pulimiz uyimizda joyi bilan turibdi-da. Ahmadjon 8 oyga rozisiz. 3-qoringa. Bo'ldi endi, buni ham aka. Bosgan yalaganman aka, yuvoshliklari yuvosh xudo xolasa. Bo'ldi, 3-bo'g'ozni ham aka. Ishlari zo'r. Aka 24,5 million kami bor aka. 24,5. 24 qilaylik. Mana necha oylik edi? Ikkosini 24,5 dan qo'yib Ha, yo'q, qo'ying. 8 oylik bu ham aka. Bu ham 8 oy. Ha, unaqada 24 dan qo'yib bering. Ikkovi. 24 milliondan aka xayriga o'tib beraman, dastavka. Tanlab olasiz. Tanlab olishaveradi aka. Bu nechinchisiga? Bu ham 3-chisiga. Bu ham 3-chisiga 24 milliondan xohlasanglar 3-chini, xohlasanglar 4-chisini. Lekin 4-chida bo'yicha no'charoq o'xshab turibdi. Bo'ldi. Joni sog' bo'lsin. Lekin mana bu yerga yaqinroq, bu mol yerga yaqinroq sut ko'p beradigan. Yerga yaqin ham aka, bo'yi 120 dan kam emas. Ha, 120 ga olaversin. 122 chiqyapti, 120 ga bexijolat olaverasizlar, xudo xolasa. Endi 4-molga keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Mayli, buni ham 8 oyga rozi. Xudo xolasa, buni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. 122. 20 plyusiga oladi. Ha, to'g'ri. Bu bilan bir xil bo'lib qoladi hisobda. Oyi ham hamma yo'g'i bir xil bo'lib qoladi. Gap yo'q. Buni. Aha. Mana shved qoni bor bunda. Shvedda ham 6 xil, 7 xil turi bo'ladi. O'zimiz местный shvedlardan aka bular. Bu 8 plyusiga bu 8 oylik. 8 oylik 3-chisiga. Bu ham tayda Ahmadjonda shunaqa mollar bo'ladiki, birinchi o'rinda molni yuvoshligi, sog'lig'i, tish bosmaganligi, xudo xolasa bo'g'ozligi aniq. Hammasi sira xo'pkasi bilan videolarigacha bor. Agar 100 ming masalan tekshirib olaman desangiz, u sizning ishingiz. Tekshirib olavering. Yo'q aylar aka, men xudo xolasa Ahmadjon akamning lafziga ishondim, videosini tashlab berdi. Otasiga, onasiga rahmat desa, bemalol qilinglar. Xudo xolasa sizni ham uyattirmaydi, to'g'ri. Lekin doktorlar ham aytadi, aka, plus minusi bo'ladi deydi. 10 kun ertaroq tug'ishi mumkin. Ertaroq kechroq tug'ishi mumkin. Nimaga deganda doktorlar lekin 10 kun kechroq aytadi. Mashiningiz 3 oylik bo'lsa, ozgina qolibdi 3 oylikka to'lishga deydi. Nimaga ertaroq tug'masa 5-6 kun surilib qolsa doktorga sirasi bizdan telefon qiladi. Molim tug'mayapti, sen bundaqa degan. Shuning uchun doktorlar shuni oldindan aytib aytadi. Elyor aka, yo palonchi aka, mayli 5-10 kun plus minus bo'lib qoladi deysiz. Hamma rozi-da siz bilan. Men ham rozi, xudo xolasa. Buni ham 24 ga. Joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. 24 millionga xohlovchilar buni 24 millionga qo'ymaydi. Qo'ymaydi. Hab surishtirib telefon qilishaversin aka. Ana bo'lmasa. Birinchi bozorni ko'ringlar. Libbo'yi bozorda. Hozir bozorni ko'rmagan odam ham YouTube'dan ko'rsa bo'laveradi narx-navoni. Mana bozorni yozsin, hammani chiqarishyapti. Chiqaryapti. Har bir bozorning videosi chiqyapti. To'g'ri. Bo'ldi, 24 millionga bu ham arzon bo'ldi. Endi ena bola bo'lsin, suti bo'lsin, tutaylari to'rtta joyda bo'lsin, menga ikkita bo'lsin deydiganlarga ana. Kutmaysizda olib borib, qo'ni-qo'shnilarga ehsonni qilib, sigirni sog'ib. Xudo xolasa beraverasiz. Aka 120. Bu ham 120. Mo'l bolasi sut qo'yiq ekan-a buni? Suti zo'r. Nafsi bilqillab ketdi bolasi ham deyman-da. Aka bitta plyus tomoni 10 kun bo'ldi. Novvosga qo'yib mana arkasiga yopishib turgan suvlar ham yopishib qo'ygan. Ha. 40 kun ichida qochadigan sigir. Yo'q, yana plus qo'shilib qo'yilgan. Qo'yilgan ekan, novvosga qo'yilgan. Voy joni sog' bo'lsin. Qolgan odam qiziqsa, egasi nomerini beraman, bemalol gaplashaveradi. Ha, ana. Nomerini yozib qo'ygan. Ana bo'lmasa, qaranglar. Bolani ham qaranglar, bilqillab yotibdi. Yana plus qo'yilgan. 10 kun qo'yilganligiga javob xohlovchilar Ahmadjonim ne narsa kimdan olgan bo'lsa nomerini olib oladi. Mana shuning uchun beraveraman deb. Ahmadjon nechta sut beryapti?
Aka 5 taga garantiya deb beravering dedi, men o'zim sog'ib ko'rmagan narsam aka. Ha. Bir xamirga olaversin aka. Omali tutaylari to'rtta joyda. Ko'rsatib qo'ying aka. Lekin beradi. Osmonroq beradi. Ha. Hozir echki ham 3-4 litr sut beryapti, to'g'risini aytganda. Lekin hamma narsa oxiriga qarab. Asli oxiriga qarab. Bersiz beradi, bermasangiz bu ham bermaydi. Kimdir molni aldasa bermasdan, xullas kelam kepak bersangiz, kepakka yarasha sog'ib olasiz. Kunjara bersangiz, kunjaraga yarasha sog'asiz. Chunki kepak arzon, kunjara qimmat. Xuddi shunaqa. Mana sog'ilishlar aka. Joni sog' bo'lsin. Tutaylarini qarang. Qo'lti esa tushar-ekan, Ahmadjon. Bu desa bo'ldi aka. Rosa yumshoq. Tutaylari ham. Mana buni olgan odam aka rahmatini aytmoqchi man. Sut ham sapsariq. Menga ham egasiga ham telefon qilib aytadi-ding. Rahmatini aytadi. Qancha qo'yib beramiz endi ina bolani? Qimmat qo'ymang endi ina bola ekan deb. Yana bolalarni ham aka Ha. 25,5 million so'mdan tanlash olaversin. Yo'q, qo'ysa-chi, yarim laxta o'zi yaxshi aytdingiz-ku. Talashgani hijolatmani laxta bo'ldi. 26 million, 25,5 million deb kelmadi. Yaqin qilib aytib qo'ydim. Yo'q, to'g'ri, lekin yaqin aytdingiz, tan olish kerak. Ayb aka. Ha, bitta shoh. Ha, u shoqin nima qilib Boshqa aybi yo'q aka. Aytyapman-ku, egasi 5 litrga garantiya deb beravering dedi. Mol hamma yo'q joyida dedi. Novvosga qo'ygan, katta ola novvosga qo'ygan ekan. Buni bolasini olgan odam ham maza qiladi. Aha. Xudo xolasa, gap yo'q. 25 dan nima deysiz? Bolani qarang, bolani. Endi qaydaydi? To'g'ri kelaveradi Ahmadjon. To'g'ri keladi, xudo xolasa. Osin maza qilsin, bolani ham qarang. Bo'ladi, Ahmadjon, bolani nari qolib o'ting. Jani o'zlari jonli ko'rishib olsin, pachka bo'lib yotganini qarang. Qo'sh joni sog' bo'lsin. Yaxshi kirasat ekan, ha? Orqalari ham rosa to'g'ri. Ashuni aytayapman-da. Bo'ladi. Bo'ldi, nima qilamiz? 25 ta qolamiz. Hay, yo'q. Qo'ysa. Keling, 500 dan 1 million o'tasiz ikki molga. Ajmas endi ikkovini 25 million so'm ozroq xayriga o'taman, dastavkasi o'zimdan vodiy bo'ylab aka vohalarga ketdi. joni sog' bo'lsin. Mana endi bu 5-molimiz bo'ladi. Ena bola desangiz ham bo'laveradi. Estonni o'zingizlar bilasa, sut qanaqaligini, sut qanaqa berishini bilasizlar. Mendan ko'ra yaxshi bilasizlar. Sut qo'yiq. Shuning endi mana bu molimizni ko'rib qo'yinglar. Bu molimizni ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa, Elyor aka maza qilib olalari yaxshi sut beradi, sut ko'p beradi deydiganlarga shalpan qulab bo'lib turganda. Chiroyligidan, gap yo'qadigandan bolasi. Aka, suti nargindan ko'ra 1,5-2 barobar ko'proq. Yo'q-a? 1 soat bo'lgan yo'q, hali ana emib qo'yganligida nargi o'zi tek turaveradi, hozir bir qo'yib yuboraylik aka. O'zini bolasi emas o'zi asli. Bu qarang, mana o'zini bolasi. Ha, demak, qo'shsa bo'laverar ekanda bo'jaga olib, ha? Ikkita bo'jayda bemalol baqadigan suti bor mana. Mo'nim, o'zi enasi mana. Mana. Ketdi. Aka, 1 soat bo'lgan yo'q, mana shu bo'jak ana uni emib qo'ygan yo'q. Qonuni ham ko'ring. Bikirlab yotibdi. Mana o'zini enasi. Aylanib yuraveradi. Xullas kalom, agar mabodo sut kerak bo'lmasa, bitta novvos chopib qo'yaman deb turib, olib kichkina sut emgida. Bunga qo'shib qo'ysiz bo'laveradi. Elyor aka desiz, ana o'zini bolasi bilan yuraversin. 8 ta 10 taga deb bergan buni. Aha. Hozir bir ko'rsatinglar 100 bor. Buni 8 ta 10 taga deb bergan, beryaptimi Ahmadjon? Aka, men 5 litr sog'dim, qolganini qo'ydim. Ha, bolasiga deng. Bir marta o'lchab ko'rdim. Ha, mana ko'rdinglarmi? Xudo xolasa. Kami 5 litr, undan oshiq suti bor aka. Ha, kamida 5 litrga. Hali yo'q narsani aytish kerak yo'q, xudo xolasa. Biri 18 aka. Biri 18. Biri 18-15 plyusga olaveradi. Ha, joni sog' bo'lsin. Pulidan tusharyapti. Hali bo'yidan tusharyaptimi? Pulidan ham tushaveradi. Sizlar telefon qilaylik ekrandagi nomerga. Ishlari lapat ekan. 8 kurak tiniq. Aha. 8 kurak tiniq. Xudo xolasa bir ko'ramiz. O'zingizlar ko'rib, laykni bosib qo'yinglar. Ko'rganga pul yo'q. Yana bir idishni ko'rsatinglar aka. Idishlar. Bolani ham qarang. 1 soat bo'lgan ekan. Mana ko'rib tursa, xoltasi ham zo'r ekan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan. Inshaalloh, xudo xolasa. Oq tutaylardan maza qilib sigir qilgan. Qo'llari ham nasib yumshoq aka. Qo'l tegsa suv chiqadigandan biri. Buniki ham unga o'xshab, chanqabdi hamda Ahmadjon. Mana Ahmadjonda hali qonini shirib, hozir Elyor akam keladi. Liq tursin demaydi. Boricha ko'rsatadi. Endi Elyor aka, Ahmadjon akam nimaga osyapti desanglar, mana kallasini tashab olyapti. Kallasini so'raydi-da, boshqa qanaqa, to'g'ri. Elyor aka deydi, Ahmadjon aka, qanaqa ko'rishni turasizlar. kim? Osilar. Ahmadjon aka video qilib bering, kallasi ko'rinmayapti deydi. Hozir biz misollarni aqladigan bo'lsak. Mana hamma yo'g'i ko'rinib turibdimi? Ha? Xudo xolsa qalay bo'lyapti narx?
Juda ham zo'r bo'ldi. Mana 25 milliondan rozisiz Ahmadjon? Bo'ldi aka 25 milliondan telefon qilish olsin. Ena bolaga 25 milliondan. Kamini qilib dastlab. Xohlasanglar buni, xohlasanglar. Agar ikkovini olsanglar, ko'pgina o'tib beradi. Ko'p aka, jupolar. Vobshe joninglar sog' bo'lsin. Bolasini bir ko'rsating. Bizdan uzoqlashmanglar. Elyoruzda ko'ringlar, kayfiyatinglar yuz bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Yana bir qota aytaman. Andijonda marhamatini chapayipiga yetib kelganmiz. Arzon shuka shu bo'ladi. Halollik foydadan ustunlik bekarga aytmadik. Kelinglar, gaplashinglar. Xudo xolsa narxlari juda ham arzon bo'ladi. Kelgandan keyin xudo xolsa odamni yuzingiz tarali. Aytgan puldan yana 1-2 million o'tib beraveradi sizlar uchun.